Assalomu alaykum. Bugun Va alaykum assalom. 14-yanvar 2026-yil Surxondaryo viloyati Termiz shahridagi Lams Agro firmasini agronomlari Umid akam bilan ko'rishgani keldik. Bu yerda Enzizadan firmasini Neymar F1 duragayi ekilgan. Umid aka qachon ekilgan? Shular bo'yicha ozgina qisqacha ma'lumot berasiz. Neymarni biz noyabr 20sida ekkanmiz. Neymar Surxondaryo iqlimiga yaxshi tushganligi uchun, buni texnologiyasini yaxshi bilganligimiz uchun, yaxshi ko'rganligimiz ham shunda. Neymar juda ham erkin o'sadigan bodring. Faqat buni erkin o'stirib olish uchun ekkandan keyin 8 ta 10 ta bo'g'im olib tashlash kerak mevasini. Yoshligidan mevasini qoldirib qo'ysangiz, keyin qiynalib qolishi mumkin, lekin o'shani 8 ta 10 ta bo'g'im tozalab olib tashlasangiz, yog'iga ketaveradi. Biz ko'p yillar ekamiz, har xil usulda ekkanmiz. 2 oy ham terganmiz minimalni, maksimalni 4,5 oy ham terganmiz. 140 tonnagacha hosil olganmiz bir sezonda, o'sha 4,5 oy terganimizda. 1 gektar maydonda. Da, shunaqa qilganmiz. Yotqizib ham ko'rdik. Mana bu yil yotqizib ekyapmiz, palayda olib ketyapmiz. Ikkita ip qilganmiz. Ikkita ip. O'sha ikkita ipni mana palayda bemalol tushirib, ko'tarib, ko'tarmaysiz ko'proq tushirishga. Uzoq masofagacha olib boriladi. Ha, maqsad palayda qotirmasdan. Palak baribir bodring o'suv nuqtasi yaxshi bo'lsa, asosiy stabildan yaxshi hosil beradi. Asosiy stabildan uzilgan bodringning sifati yuqori bo'ladi. Bandi uzun bo'ladi. Tikonlari ham chiroyli chiqadi. Razmerlari ham o'ziga xos. Bachkadan olingan bodring sifati nisbatan pastroq bo'ladi. Shuning uchun asosiy tanadan, asosiy stabildan olamiz deb tushirib boramiz. Pastga yotib ketaveradi, ko'lsa bo'lib aylanib. Yaxshi. Kamchiligi deyarli yo'q. Sababi balkim Surxondaryo iqlimi quruq bo'lganligi uchundir. Shu yillar davomida fungitsid juda ham kam ishlatamiz, deyarli ishlatmaymiz. Pernosporoz yoki unchudrin degan kasalliklar bizda почти tushmaydi. Iqlimga ham qarab turamiz. O'zida ham ustuvchilik ancha-muncha yaxshi shunaqa kasalliklarga. Boshqa gibridlarga nisbatan yuqori demoqchiman. Birdaniga tushib ketib qolmaydi. Bu yaxshi ko'rsatkich. Meva tugishi, tez boqishi, mevani mazasi birinchi o'rinda. Shakllanishlari, shakli, kaltaligi. Bu misol uchun 1 kun, 2 kun termasangiz o'sib ketib qolmaydi. Bo'yi uzun bo'lib ketib qolmaydi. Qo'rqmasdan 1 kun, 2 kun, 3 kungacha kutib, grammaga keltirib uzsangiz ham bo'ladi. Biz ko'proq 85 gramdan 110 gramgacha uzamiz. Demoqchi bo'lganim 85-90 gramlik bodringizni agar sal og'irroq qilmoqchi bo'lsangiz, qo'rqmasdan 2 kun, 3 kun qoldirsangiz, o'sha aytgan grammingizga chiqadi. Ozgina bo'yi cho'ziladi, lekin semiz bo'lib bir besunaqay bo'lib ketib qolmaydi. Shu tomonlari yaxshi. Sifat turadi. Ha, keyin tikonlari ham juda mayda. Tikoni o'tkir. Tikoni ko'p demoqchiman-da. Kam emas. Cho'tir bodring uchun ideal holat. Yaxshi ko'rsatkich bu. Tikoni ko'p bo'lsa, qattiq bo'lsa, yaxshi ko'rsatkich. Mazasi ham juda ham yaxshi. Rahmat. Abdulla aka. Salomat bo'lasiz. Siz obunachilarga ham tavsiya etamiz. Neymar F1 duragayini ekishga.